Yangisini aytib beraman, kechagi bo'lganini. Filarmoniyadan kelyapmiz, probka bo'lib ketyapmiz endi. Bilasizlar, filarmoniya yo'lini. Bitta Matiz qisilib yurib, chekadan changitib kelyapti. Hech kimdan Allohdan uyalmayapti. Qisib kelyapti. Men sal chiqibroq oldim, Mati. To'sib qo'ydim. O'tib turib, shunday yonboshimga chiqib turib, menga do'qimoqchi bo'ldimi deb qarata tanib qoldi, domla ekanman. Assalomu alaykum dedi. Bo'ldi, qaytib hech kimni afg'on qilmadi. Mendan uyaldi. Men qo'limda hech narsa yo'q bo'lmasa. O'ziga o'xshagan go'shtdan, suyakdan iborat odamdan uyaldi, ungacha Allohdan uyalmayapti. Endi shoshilayotgan bo'lishi mumkin, domla o'tkazib olmadingizmi desangiz, keyin shaytiyoni bu yoqqa o'tgandan keyin indamay orqamda ketdi. Agar shoshilish bo'lsa o'tib ketsa bo'ladi, ikkita polasa edi bu yerda yangi asfalt. Har bittamiz ustimizda bor shu narsa. Hurmatli, obro'li odamni ko'rgan paytda xijolat o'tib ketamiz, yana ro'm yuramiz. Allohdan hayo qilishliging to'g'ri emasmidi undan burun? Tanish manzarami?